xo'roz boqish kerak uyda. Nimaga? Xo'roz farishtalarni ko'rganda qichqiradi. Bomdodda ko'ringda, kunduzlari qichqirmagan xo'rozlar o'sha sahar subuhda to'xtovsiz qichqiradi. Nimaga? Subuhda farishtalar dunyoga tarqaladi. O'sha kungi rizq, barakot, fayz hammasini tarqaladi. Bomdodga turmagan oilada kim bo'lsa o'sha xonadonga kirmaydi ular. Farishtaning kirishini xohlamaslik bilan o'tiradi. Farishtaning kirishini xohlasa uyg'oning. Quyosh chiqqungacha uyg'oning. Chunki tur o'rningdan degan Robbimiz Alloh bo'ladi. Aqimus solata, namozni qoyim qildi. Zo'r o'qing. Aqimus solata degani namozni zo'r o'qigin degani. Sollus solata demadi Xudo. O'qi demadi, qoyim qildi. Donigulga keltirdi.